Tak, ovozim eshitilyaptimi ovozim? Eshitilyapti? Assalomu alaykum. Da, yaxshi ishlayapti. Assalomu alaykum Assalomu rahmatulloh. Ha, alaykum. eshitilyapti ovozingiz. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Salomatligingiz joyidami? Zo'r. Alhamdulillah. Hamma bilan tanishganimdan xursandman. Birma-bir hozir tanishib chiqsak. Bugundan xudo xolasa bir oylik challenge'imizdan boshlab yangi kanal ochaman o'zim. Noldan boshlab shu O'zbekiston IP'si bilan bitta kanal o'zbek tilida rivojlantirib chiqarib ko'rsatamiz. Чтобы hozir yaqinda O'zbekistonda mindsetga yonish uchun o'zida baza bo'ladigan anaqagacha olib chiqish, уровеньgacha olib chiqish. Так, kimda savollari bor, bemalol berib tanishib chiqsak bo'ladi. Qolganlar qo'shilib olguncha. Buni men hozir zapis qilib qo'yolmay, zapisni ham tashlab qo'yaman keyin. Gapiraveringlar. Hop, assalomu alaykum rahmatulloh. Elnur aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz aka? Ha, rahmat. Men ismim Muhiddan. O'zim arab tilidan ustozman. YouTube haqida hozirgi holatim boshlang'ich, hali kanal ochishlar, yurg'izishlarni hech narsani bilmayman. Endi yangi boshlamoqchiman. Qiziqib shu videolaringizni Instagramda ko'rib o'rganishni niyat qiluvdik. O'shanga boshidan boshlashimiz uchun bizga xeyli qolmaydimi? Nima manbalardan foydalanishimiz kerak deb biz ovoz chiqaribsiz. O'sha darsliklarni ko'rib tayyorlanib turinglar debsiz. Qaysi darslikni ko'rish bilmadik. Так, да, sizda скорее всего akademiya darslikka dostуп ochilmagan bo'lsa ko'rmagansizda. Qolganlarda ochilgan dostupda onlayn darsligiga. Ha, ochilgan. Unda Ha, Muhiddin aka sizga darslikdan keyin men dostуп ochib beraman, ko'rib chiqasizda. aha. Xo'p bo'ladi. Ko'rib tanishib chiqsangiz, hozir 100 taga yaqin darslik bor. U sizlarga platformaga dostуп, Telegram ichida joylashgan platforma butunlay beriladi. Srok yo'q, 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik deganda. Nimaga butunlay? Chunki har doim bizning tarafdan yangi ma'lumotlar qo'yib boraveradi, baribir. Yangi yo'nalishlar, yangi ma'lumotlar, yangi chiqayotgan fishkalar, hammasi bitta qo'yilib ketaveradi shu yerda. Sizlarga plyus tarafi har doim yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Ha, tushunarli. Shunaqa kuratorlarning yordami 2 oygacha, ya'ni tushunmagan joylarda bemalol savollarga javoblarni beradi. Mana shu chatimizga ham kuratorlarni qo'shib qo'yamiz. Bu yerda aktiv holatda sizlarga postoyan yordam berib borishadi. Xudo xolasa haftasiga iloji boricha ko'proq chiqishga harakat qilaman Zoomlarga. O'zimdagi bo'lgan holatlarni ko'rsatishga. Ham hozir ertadan sizlar bilan yangi kanal ochamiz. Hammaga bugunning o'zidan anaqa berib ketaylik. Uy vazifa kanal ochish darsligi bor bizda. Ashitga kirib, noldan hamma o'ziga O'zbekistonning IP bilan bitta oddiy kanal ochsin. Liboychasiga nomlab qo'ysangiz bo'ladi-da. Bu yerda keyin birma-bir yo'nalishlarga ham bo'lib olsak bo'ladi. Qiziqishlarga qarab turadi. Kim nima yo'nalish qiladi? Men o'zimni masalan yo'nalishimni yurg'izaman. Qanaqasiga rivojlantiraman, nima video qo'yaman, soat nechida qo'yaman, qanaqasiga qo'yaman, hammasini ketma-ketlik bo'yicha ko'rib boraverasizlar. Как shpargalka sizlarga. Masalan, Muhiddin aka, o'zingizni bilimingizdan ham foydalanganlik holda arab tilini YouTube'da kanalingiz bormi? Shuni endi reja qilib turibman. Agar inshaalloh o'rgansam, darsliklar qo'yib rivojlantirish. Как раз da shu kanal ochib qo'ysangiz hozir darslikni mana bu sazvonimizdan keyin tugatganimizdan keyin ko'rib kanallarni ochib, sozlab, nastroykalarini qiladigan joyini qilib, optimizatsiya qilib chiqib, ertagacha tayyor qilsanglar, ertadan xudo xolasa videoni o'zim tushuntiraman-da, qanaqa qo'yish kerak, yo'nalishni qanaqa topish kerak. Mana bunaqasiga cho'zib o'tirmaymiz-da rezinka qilib, chunki YouTube sohasi shunaqangi sohaki, u 1 oylab, 2 yillab, 3 yillab bilib oladigan narsa emas-da. Главный bu yerda bilish kerak bo'lgan sxemalarni bilib olishlik, kanalni qanday to'g'ri ochish kerak. Masalan, kanal har doim ochavermaysiz-da. U bitta kanal ochib qo'yib, ustidan normal rivojlantirsangiz bo'ladi-da. Har kuni ochavermasdan-da.
bazaviy narsalarda. Undan keyin в целом kanal qanday yurg'izib, главный videolarni dinamika bilan yaxshi montaj qila olishlik. Montajlarni ham hali tushuntirib chiqaman. Qanaqangi oddiy montaj bilan yuradigan montaj, ya'ni rekomendatsiyaga chiqib ketadigan montajning farqini. Chunki ko'p gap bu yerda 99% gapimiz montajga kelib taqaladi baribir. Montajingiz yaxshi bo'lmasa, dinamika yaxshi bo'lmasa odam ko'rmaydi. Chunki zerikib qolishlik har bir odamdagi bor tuyg'u. Ya'ni videoni ko'rib o'tiribsizmi, o'sha kadr yoqmayaptimi, odam o'tkazib yuboradi. Oldinga 15 sekund qilibdi yoki videodan chiqib ketib qoladi yoki videoni 1 minut 2 minut o'tkazib yuboradi. Shu holat bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerak? Shu narsalarni ham ko'taramiz mana shu challengeimizda. Shu hammaga vazifa ertagacha bitta kanal qilib qo'ysanglar, bitta kanalmi, ikkita kanalmi, xudo xolasa ertaga o'tirib chuqurdan yo'nalishlarni tanlab, yo'nalishlar topib, shu yo'nalishdan ustidan ishlaymiz. Shunga nima deysizlar? Anaqani men bir videolarda ko'rganimda o'sha amerikanskiy YouTube ochish kerak deyilgan edi. Biz hozir unaqa ochmaymizmi? Oddiy YouTube ochsak bo'ladimi? Bunaqa narsada aka, bu challenge asli maqsadi o'zi в целом YouTube'ni nimaligini tushuntirish. Amerika YouTube degan narsalarga keyin to'xtalamizda. Avvalambor birinchi YouTube'ni tushunib olish kerak edi. Sirazi sakrab ketmasdan ko'p odam shu joyda xatolik qiladi. Birinchi mahalla YouTube'ni yurg'izib ko'rish kerak edi. Ya'ni prosmotr qatdan kelishini, rekomendatsiyaga qanaqa chiqish degan narsani o'rganib oladigan bo'lsangiz, aka kontentingizni любой tilga qo'yib turib, Amerika YouTube bo'lsin, Italiya YouTube bo'lsin, xohlagan YouTube'ga bo'lib tashlayverasiz uni. U bo'linmaydi. Amerika YouTube, O'zbekiston YouTube bo'libdi. Bitta YouTube borda o'zi. Uni asosiysi qanaqa yurg'izishni o'rganib olish. Undan keyin Amerika YouTube'ni ham o'rganib ketaverasiz, libbo Italiya YouTube'ni ham o'rganib ketaverasiz. Italiya YouTube, Amerika YouTube deganda faqat til, aka. Ingliz tilida qo'ysangiz Amerikaga tushadi, o'zbek tilida qo'ysangiz O'zbekistonga tushadi degan narsada. Odamlarning psixologiyasi bir xil bo'ladi. Главный bitta psixologiya bilan ishlash, ya'ni odamga nima yoqadi, nima yoqmaydi, shu narsalarni farqlashni bilish, yoqadigan narsalarni berish. Короче, o'zini sxemalari bor-da, polni yoyib chiqamiz-da mana shu darsliklarchi. Chunki bittada aytib tashlsam u singmay qoladi-da. Lutchi ko'rsatib, poetapni hamma kanal ochib tayyorlansa, yo'nalishlar tanlab, sizlar yo'nalish tanlaysizlar, sun'iy intellekt darsliklarini ko'rib chiqib, onlayn darsliklardan полностью kontent yasab, kontentni уже сразу joylashtirishni boshlaymiz-da. Cho'zib o'tirmaymiz unaqasiga. Резко, дерзко o'rganib tashaveramiz. Shunda Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Video nimasida savol bor edi. Sun'iy videolar bilan ishlagan yaxshimi yoki real videolar bilan xavfli? Real video tushirishga agar o'zingiz qobiliyatingiz bo'lsa, montajlashni yaxshi bilsangiz, okey, конечно, real videoga yetmaydi. Real videoda, конечно. Agar realni zo'r qilib tushiraman desangiz-da, zo'r qilib montajlayman desangiz, качественный produkt bo'ladi desangiz, da real video. Atak, yo'q, unaqangi endi tushirganman, shuni bilan rivojlandim bo'ladimi desangiz, lutchi vaqtingizni ketirmasdan sirazu AI bilan yasaganingiz ma'qulroq-da. Endi aka, men bitta narsani bir analiz qilib ko'rdim-da. Hozir shunaqa videolar qilinayotgan ekan, mana shu qanaqa tushuntirsam sizga. Chirinlikni nimalardir, nimani kamerani qo'yib qo'yib, qanaqadir narsalarni ochib tashlab yoki kesib, как бы bu narsa realniy video qilib olinadi. Xuddi mana shu narsada. Qarang, men sun'iy intellektni bitta paradigini tushuntirib beraman-da. Ko'p yengilliklarni eshitdinglar, sun'iy intellektdan bo'lgan videolarga monetizatsiya bermayapti, o'chirib qo'yyapti degan holatlarni. Mana shu holat ustidan qanaqasiga biz ishlaymiz? Monetizatsiya qaysi kanallarga o'chib qoladi, bilasizlarmi? Realniy sun'iy intellektligi bilingan plus odamni xayoliga слишком fantastik narsalarni qilib tashlashlik, u real hayotga to'g'ri kelmagan narsa, nedostoverniy kontent deb monetizatsiya o'chib qoladi-da. Shundan iloji boricha real hayotga, odamiylikka to'g'ri keladigan narsalarni AI bilan qilib turib, kontentda pul topsa bo'ladi. Masalan, bu yerda biz tarix yo'nalishini ham ko'rib chiqamiz-da. Men o'zim qattiq qiziqib qolgan hozir tarix yo'nalishiga, O'zbekiston tarixini yoki chet el tarixini 1-asrdan boshlab to hozirgi asrgacha millionlab video chiqarsa bo'ladi-da. 10 minutli, 15 minutli videolar. Ingliz tilida beriladigan bo'lsa, даже O'zbekiston tarixini ingliz tilida ko'rsatib bersangiz, qanday qilib O'zbekiston qurilgan, O'zbekistonning yerida oldin nima bo'lgan, qanaqa urushlar bo'lgan, janglar bo'lgan, qanaqa podshohlar bo'lgan, Amir Temur haqida hamma ma'lumotlar haqida ko'tarib turib ingliz tilida qo'yadigan bo'lsangiz, beshinli so'qqa qilsangiz bo'ladi bu YouTubedan. Chunki avtorskiy kontent, o'zingiz aktyorlarni yasab chiqarasiz, o'zingiz yaratasiz, ustidan mehnat qilasiz, ishlaysiz.
в целом yaxshi daromad topishga bo'ladi-da. Bu katta yo'nalishda man yosh bolalarning yo'nalishini unaqangi o'zim ekspert emasman yosh bolalar yo'nalishida va в основном katta yo'nalishlar beraman. Ya'ni katta yo'nalish deganda katta daromad topadigan yo'nalishlar. Ya'ni RPM katta yo'nalishlar, doimiyligi uzoq yo'nalishlar. И также bizda YouTube akademiyada не только katta odamlarning yo'nalishi, kichkina bolalarnikini ham o'rgatamizda biz. Styloscope bormi, tam Alien Dance bormi, Roblox, Minecraft, shunga o'xshagan juda ko'p o'yinlarni qanday qilib o'ynab, uni zapis qilib, YouTube'ga qanday qilib joylashtirib, bundan daromad topsa bo'ladi. Shuni hammasini ketma-ketlik qadamlari ham bo'ladi, xudo xolasa. Aynan Roblox bo'yicha. Roblox hozir birinchi etapdagi darslar qo'yilgan, BMG Drive darslari bor, darslarni ko'rib chiqadigan bo'lsanglar, kimda kompyuterlari yaxshi bo'lsa, ustanovka qilib olib, полный darslikni ko'rib chiqib, buni alohida o'zimizning kuratorimiz bor BMG Drive uchun. Hozirdan o'zi boshlab bemalol kanaldan yurg'izsanglar bo'ladi. И походу men bitta qanaqa qilib kanalni to'g'ri yurg'izish ham men bilan birgalikda noldan o'rganasizlar-da. Bunaqa men buni kursam deya olmayman, bunaqa narsa bo'lmagan bundan oldin menda. Nimaga? Chunki har kuni kanal o'chib ketavermaydi, har kuni yangi kanal ochavermaysiz-da. Bu kanalni masalan 1 yil oldin ochgan bo'lsam, yopilib qoldi. Endi bir nechta sabablari bor yopilib qolishini. Birinchisi men o'ylayapman, primoy efir qiluvdim o'sha kuni yopilishdan 1 kun oldin, 1-aprel, 31-mart kuni primoy efir qildim. Oilada ko'rganlar bormidi? Tam Counter Strike primoy efir qildim. Ko'rganlar yo'qmidi? Telegram kanal bilan YouTube bo'lib turib, YouTube'da primoy efir qildim. Shu otishma o'yin o'ynab, shu otishmadan bo'ldi deb o'yladim. Ikkinchisi, otishma paytida masalan 100 ga yaqin odamlar primoy efirda o'tirishdi. Ko'p odam jalba tashlagan bo'lishi mumkin. Ana shu jalbani orqasidan yopilib ketib qolgan deb o'ylayapman. Endi mayli kanal ustidan ishlayapmiz. U dolgi protsess, kanal qaytishi yarim yilgacha cho'ziladi. Ungacha yarim yilgacha vaqt yo'qotmasdan o'sha ideya kelib qoldi. Noldan hozir kanal ochib, biram xuddi shu masalan 40 mingta podpishchik bordi, 40 mingtagacha chiqarib olishdi. Bir oyda mana bir oy ichida noldan ochib turib, xatab xudo xolasa mindsetgacha yetkazib, cho'tka qilib mayintalarni ulab olib, podpishchilarning sonini yig'ib olib, soatlarni yig'ib, polniy detalma-detal ko'rsatish. В целом shunaqa menda gaplar, yangiliklar, tanishganimdan xursandman hamma bilan. Birma-bir o'zingizlar haqida aytib chiqsanglar, чтобы menga ham ozgina понятие bo'lish uchun, tam kim bilan ishlayapmiz masalanda, kelajakda balkim qanaqadir ishlarni qilarmiz. Assalomu alaykum, Elmur aka, yaxshimisiz? Charchaymizmi? Va alaykum assalom, yaxshi rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Yoshim 23 daman. O'zi pedagogikani bitirganman, universitet bitirganman, yaqinda bitirganman. 1 yil bo'ldi. Xo'p, Moskvada bo'ldim. Moskvada shu 5 oy, 6 oy videolarni ko'rib chiqdim deyarli. Hamma videolaringizni o'z qoluvdim o'zi. Shu onlayn qiziqib yurardim. Videolarni deyarli hammasini ko'rib chiqaman. Videolaringizni, iPad haqida ma'lumotlaringiz, onlayn video qilganlar hammasini ko'rib chiqaman. 1 soat, 2 soatlik. O'shani qiziq qilgandim. Keyin o'zim ham sun'iy intellektsiga qiziqaman. Ingliz tilida xabarim bor. Ingliz tilidan sertifikat olganman. O'shanga ingliz tilidan ham xabarim bor. Keyin YouTube ko'p YouTube bo'yicha shug'ullanadigan shu ingliz olib boradiganlar kuzatib turaman. Siz aytmoqchiday. Har xil narsalar, shunaqa sun'iy intellekt bo'yicha shunaqa narsalar ko'rib turaman. Lekin lekin tushuncham bor. Ancha ko'p ko'rganim uchun, ko'p narsalarni sizdan eshitganim uchun. Hozircha shu. Hozir lekin sun'iy intellektda video qilishga qiziqaman. Bir chunki hozir endi misol montaj ham osonroq, montaj ham qiladi video kadrlarni. Shuroq masalan montajga qo'shilish masalan yaxshi pul topdim. Birinchi o'rinda shu sun'iy intellekt yaxshi o'rganib, o'sha qilmoqchiman-da, xullas. Xudo xolasa, aka, men bitta sizga darsliklar ochib berildi. Hammasi ochildi. Shu aka darslarni ko'rib chiqingda, AIlar bilan qanday ishlashi, generatsiya qilishlarni tushunmagan joylaringizda kuratorlar javob berib o'tiradi. Men challenge gruppaga postoyanno kirib turib, faol bo'lib, qilayotgan ishlaringizni tashlab masalan, nimaga mana hozir 9 ta odammiz, biz примерно 9 ta odam masalan o'zi aro qanaqadir gruppalar tashkillashtiradigan bo'lsanglar, bir-birlar bilan ishlasanglar, ishinglar undan ham yengillashadi-da. Ya'ni qanaqadir bitta kanal ustidan 2-3 ta odam ishlasa, u качественный, sifatli kanal bo'lib chiqadi-da. Shundan shunaqangi guruh o'zinglarni mana bu kursdoshinglarni oranglardan, endi kursdoshlar baribir. Yana ham takoy kruk qilib olib turib, zo'r proyekt loyihalar qilishga bo'ladi YouTube ichida. Xudo xolasa. O'zim boshida Moskvada bo'lgan shu ingliz tilida Short of Kingdom Cards degan mushuklarga oid bir qiziqib o'qidim.
umumiy 8 mingdan ko'rish qildim. Keyin ularga bitta uyni o'chirib tashlagandim. Keyin birdan ko'rishlar soni tushib ketdi. 30 ta, 60 ta, 65 ta bo'lib qoluvdi. Keyin o'zim ishlardim. Keyin ish bilan chalg'ib to'xtatib qo'ygandim. Bitta videoni o'chirgandim. Keyin Hozir ular уже trend emasda, okay? Hozir men o'zi shortsni unaqangi yaxshi ko'ravermayman va sanonim longshliman, katta yo'nalishlarchi. Katta yo'nalishlar, kinolar, tam tarix yo'nalishlari, faqat в целом long yo'nalishlarda daromadi katta olib keladigan. Shundan желательно men o'zimdagi opit bilan bo'lishib ketaman bu challenge-da. Orasida balkim men kinolarni ham sizlarga ko'rsatib ketaman-da. Xudo xolasa, ya'ni kino bilan qana daromad topsa bo'ladi uni tam bitta ikkita sir sinovotlarini tam shungacha olib boradigan yo'llarni. Rahmat. Xudo xolasa, shu do'stlar bugungi bo'lgan bugungi asl ma'lumotim tanishib olishdi sizlar bilan. Dal shu vaqtda hozir aka siz bilan tanishdik. Qolgan o'quvchilar bilan ham tanishib chiqsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Nadimjon, men yoshim 21 da. Tanishganman. Men hozir o'sha darsliklar ochgandim. O'sha darsliklarda nakrutka degan mavzu bor ekan. Shu haqida ozgina gapirib berishni so'ramoqchi edim. Nakrutka mana bunaqada, okey. Qaysidir bir kanallarga nakrutka ursa bo'ladi, qaysidir kanalga urishga mumkin emasdi. Bu yerda nakrutka uriladigan kanal bor, urilmaydigan kanal bor. Uni bitta videolarni yaxshilab ko'rib chiqsangiz, aytganimizda qaysi holatda urilishi kerak. Ko'pincha holatda yosh bolalarning yo'nalishiga nakrutka uriladi, kattalarniki urilmaydi. Ya'ni RPM baland yo'nalishlarga. Masalan, opitimizda bo'lgan holat, mana kecha GTA yo'nalishini boshladik bitta kanal bilan. GTA yo'nalishida qanaqa qilinadi? Video qo'yiladi, zakрытый доступga, доступ по ссылке qilib, сразу nakrutka urib qo'yiladi. 2000 ta, 3000 ta, biz 7000 ta like urib qo'ydik-da. 7000 ta like urib qo'ydik. Bo'ldi, birinchi video ochilishi bilan o'sha sekin prosmotr yig'ishni boshlaydi-da. Prosmotr yig'ishni boshlaydi, rekomendatsiya chiqishni boshlaydi. Rek funksiya qo'shiladi. YouTube'da yuradigan kanal bor va yurmaydigan kanal bor-da. Uni ertangi darslarda, keyingi darslarda tushuntirib boraman-da. Qaysi kanal yuradi, qaysi kanal yurmaydi. Undan oldin sizlar kanal ochib, birinchi kanalinglarni sozlab chiqishingiz kerak. Undan keyin shu narsalarga e'tiborli bo'lib qarab, yana ham o'sha bo'lib professional bo'lib boraverasizlar-da. Tushunarli, rahmat. O'zbekiston IP adresi o'zbek kanali ochib, keyin o'shanga narsa yuklaylikmi yo prosta ochib qo'yaylikmi? Yo'q, ertagacha ochib, tayyorlab, ichini hammasini nastroykalarini sozlab chiqib, banner, avatarkalar yasab, polniy darslarni ko'rib chiqinglar-da. Vizual darslari bor, qanaqa qilib banner yasash kerak akkauntingizga, YouTube akkauntingizga. Nomerlarni tasdiqlab, optimizatsiya qilib tayyor qilib qo'yinglar, чтобы уже video qo'yishga tayyor qilib qo'yasizlar-da. Video qo'yishga tayyor qilib qo'ysanglar, keyingi darslardan уже сразу yo'nalishlar topib, yo'nalishlarni joylashtirganimizdan keyin birinchi videoni уже analitikasi chiqadi, analitikalik qilib уже chuqurdan o'rganib ketaveramiz. Salom, shunday do'stlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Nima deysiz? O'g'a yaxshimisiz deyman? Yaxshi, rahmat aka, yaxshimisiz o'zingiz? Ha. Yoshim 25 da, Surxondaryodanman. Tengdoshganmiz. Aha. Ingliz tilidan dars beraman. Hozir magistraturada o'qiyapman. Bitta maslahat qilingiz kerak-da. Sport yo'nalishi bo'yicha ingliz tilida gapirib turib long video qilsam qanday ketadi? Aksentingiz qanaqa sizda ingliz tilida? Yaxshi, ko'p akrobatik urilgan gollarim ko'pda. Masalan, men akrobatik gollarni o'z tarzda urishni o'rgataman degan videochalar qilib Instagram shu YouTube'da joylab ketaversam, Amerika YouTube'da yaxshi ketadimi prosmotr? Tak, bitta yo'nalishga qarab qolmaysiz-da, okey? Bitta yo'nalishga qarab qolasiz, bir nechta kanal ochib olishingiz kerak. Masalan, akrobatik bo'ladigan bo'lsa, qaysidir kanalingizni va shu boshqa anaqasini oling-da, chastini futbolni. Selam futbol haqida obzor deyin. Chunki futbol hozir kirganingiz yaxshi nimaga? Chunki mana 2026 da chempionat bo'ladi-yu Amerikada. Ana shu chempionatgacha tayyor qolsangiz, kanallaringizni 5 ming so'mga qilsa bo'ladi-da.
Hmm. CapCut'ni pulsiz variantini ishlatsam yaxshimi, pulli variantimi? Okey, конечно, Montaj pulli qilish bir qancha bilaman. любой narsani pullisini ishlatgan yaxshida, okey. Ha, bir ikkita videolarim bor yasagan, o'zim shuni lichkangizga tashlasam bir ko'rib berasizmi montaj qanday bo'lgan? Shu Lichkaga emas, okey, lучше siz общий доступga tashlang, challenge gruppaga tashlasangiz, men bitta analiz qilib aytaveraman, qolganligi ham foydali bo'ladi deb o'ylayman-da. ha, xo'p. Unda masalan boshqa yo'nalish bo'yicha ham masalan qaysidir aytdingiz, sog'liqni saqlash dedingizmi, nimadir dedingiz. Boshqa umuman sportdan boshqa ham inglizcha gapirib turib video qilsam, montaj qilib, chiroyli qilib, u ham tortib ketsa kerak-da. Tortib ketadi, aka. Главный bu yerda montajni to'g'ri qila olishlikda. Yo'nalish ko'p, aka. Hamma kiradi yo'nalishlarga, lekin oxirigacha olib bora olmaydi-da. Tushunmaydi qanaqa yurg'izishni, optimizatsiyani tushunmaydi, analitikani tushunishmaydi, montajni вообще целом tushunishmaydi, dinamikasini. Bir narsalarni yasab qo'yib tashlayveradi, prosmotr yo'q deb o'tiraveradi-da. Bu yerda juda ko'p faktorlar rol o'ynaydi. Mana bunda okey 5-6 oydan beri oldin yurgan bolalar bor. 5-6 oydan beri harakat qilib o'rganib o'qqanda, aka, tonkislarni-chi. Mana kecha bitta bola keldi, aka, 3 oydan beri, 4 oydan beri shu yerda yuribdi-da. Long yo'nalishida juda ko'p narsalarni tushunmagan. Kecha bitta montaj bilan tushuntirib berganman. Aka deydi, prosmotrlarim longda 16 ming, 17 mingga chiqib ketdi deydi. 500-600 prosmotrga qo'ygan videolari-chi. Roblox yo'nalishida. Aytdim, bitta montajda, bitta montaj texnikasini ko'rsatdim, qanday qilib ushlab qolish anaqasini, huquqlarni. Chunki masalan hammanglarni tan olish kerak, Instagramda o'zim montaj qilaman deb videolarni. Hamma baribir shu videolarda gaplarni deb mana shu hozir o'tiribmiz gaplashib. Xuddi shu narsada, ya'ni krichoklarni kerak qilishni bilish, krichoklarni qo'yishni bilishlik montajda, ana shu kerakli gaplarni ishlatish, kerakli sekundlarni ishlatish, kerak emas sekundlarni qirqib tashlab, bitta dinamikasi chiroyli bo'ladigan bo'lsa, okey, любой yo'nalish ko'tarsa bo'ladi YouTube'da. Любой прям. Просто vaqt talab qiladi, ozgina mehnat talab qilinadi. Imенно montaj taraflama o'tirib yaxshilab sifatli video chiqarish kerak-da. Men o'zi nimaga aniq qilaman? Ko'proq yaxshi ko'raman, haftasiga 2 ta video qo'yishda, masalan, long bo'ladigan bo'lsa, 2 ta yoki bitta. U sifatli bo'lsin-da, masalan, 20 minutlik, 30 minutlik video bo'lsin-da, bitta video qo'ying haftasiga, okey, yorib yoradi. Oyiga 5 ta video qo'ysangiz ham-chi. Shunaqangi 5 ta rezultat beradi, ana siz kuniga 10 ta video qo'yganingizga qaraganda bittasi zo'r rezultat beradi-da. Auditoriyani постоянно auditoriyani qizdirib chiqarib boraverasizlar. Keyingi videolarda tushuntiraman darslarda, постоянно auditoriya nima, tam qanaqangi ahamiyatga ega. Juda ko'p narsalar bor-da, bu yerda faktorlar. Nastroy qilish bilan keyin shu montaj qilishda sal anavi borda, nuqson deydi-ku, borda shu narsa. Endi aka, u bir kunda, 2 kunda o'zgarib ketadigan narsa emas-da. Bu oylar talab qilinadi, chunki qachonki siz montajni ko'p qilaverasiz, ustingizdan ishlab professional bo'lib boraverasiz-da. Qo'lingiz уже shunga moyillashib boraveradi. U miyaga sizga quydirib qo'ygani bilan bilinma, u qo'lingiz harakatda bo'lmasa, u bir tengda, aka. Shuna qo'lingizni glavniy prokatchika qilib oladigan bo'lsangiz, tez montaj qilishdan, tez knopkalarni bosishdan-da, qolgani уже yurib ketaveradi. Ba'zida, aka, ba'zan yaxshilab o'rganib olsangiz. Yaxshi. Selam shu do'stlar, tanishganimdan xursandman hamma bilan. Unda boyaga aytgan vazifa chatga ham yozib qo'yaman hozir. Hamma noldan kanal ochib, darsliklarni ko'rib chiqib, kimda darslik do'stib ochilmagan bo'lsa, kuratorlarga aytinglar, menejerlarga aytsanglar, darslikka qo'shib qo'yamiz. Muhiddiniki men sizni hozir darslikka qo'shib qo'yaman. В целом xush kelibsizlar challenge-ga. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik. Yana bitta savol bor. Aha. Ana u YouTube'da bir narsa ko'rib qoldim-da, men bitta videoni qayta 360 marta ko'rgan. Lekin hammasini alohida prosmotrlar yaxshi. Lekin o'sha video bir xil. Hech narsa qilmaydi, aka, yuklayverasiz. Chunki uni har safar YouTube har xil auditoriyaga otadi-da. Men o'zimda ham masalan unaqangi takroriy YouTube'da ham, Instagramda ham videolar ko'pdi. Instagramga kiradigan bo'lsangiz, yaxshilab analiz qilib chiqadigan bo'lsangiz, bitta rekka qaysidir video chiqib qoladimi? Men bo'ldi uni 5 marta, 6 marta ham qo'yaman-da. Chunki u har xil boshqa menni ko'rmagan auditoriyaga yana ham rekka chiqaraveradi. Bir marta rekka chiqdi-yu, demak montajning dinamikasi zo'r bo'lgan bo'ladi-da uni. Tushunarli. Demak, YouTube uchun narusheniya emas-a? Yo'q, YouTube'ga naborot aka, u narusheniya emas. YouTube o'zi asl vazifasi maksimal darajada ko'rayotgan insonni ushlab turish, YouTube tarmog'ida ushlab o'tirishdi.
Chunki u undan foyda topadi, trafikdan foyda topadi, reklamadan foyda topadi. Qayerda u? Biz darslik kanal deydiz-ku, darslik kanal. Aha. Qayerdan ko'rsam bo'ladi? Tak, darslikni akademiya darsligiga qo'shilmadingizmi siz hali? Yo'qda. Всё, unda menejeringiz kim edi, aka? Bunyod aka. Всё, bunyodga aytsangiz, darslikka qo'shib qo'yadi. Mayli. Oz videoni tashladim, bir qarangchi, men shu guruhga tashladim. Tak, hozir mana shu o'zida qarab ko'rishga harakat qilaman. Aha. Tak. Punk videolar ekanda. Ha, shu guruhga tashladim. Bu yerda aka montajingizni aytib beraymi anaqani? Qanaqasi zo'r chiqardi? Hukni ushlabmanmi yo'qmi? Yo'q, hukni boshqachasiga ushlashingiz kerak. Yoki mana bu dolgiroq hukni hukda sразу ham tepokkan joyingizdan qo'yilsa-da. Mana bu tepokkan joydan keyin 1 sekundlik kadrda, keyin mana bu davomida ham qo'yilib ketadi. O'sha tayyorgarlik olganingizchi. Tushuntira oldimmi? Aha. Mana shunaqa kichik sekundli video ko'pda, shuni uzun video qilib joylasa ham bo'ladi-ya, qaytmasa. Bo'ladi. Long qilib bemalol joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Elyor aka, O, men dizayn bilan shug'ullanaman-da, grafik dizaynerman. aha. Shu bilmadim endi mana shu soham qanchalik darajada foydasi tegadi yo shu narsalarni nimalar yasashdi yo nimalarni videoga olib shu kompyuter ekranini shu narsani qo'yib borilsa bo'ladi. Okey, mana bunaqangi yo'nalish bor, hozir ko'rsataman. Men o'zim bir necha yillardir oldin boshlashga harakat qilganman, lekin oxirigacha yetkiza olmaganman. Boshqa ishlar chiqib, hozir men bundan topa olsam, bitta do'stim bilan qiluvdik. Tak. Topa olsam, hozir ko'rsataman. Juda ko'pda videolar, ссылкаlar. Mana bunaqa, okey, mana. Men o'zim yasaganman mashina. O'zim yasab chiqqanman, bitta ko'ring. Ozgina tezlashtirib qo'yamiz. Men bu rasmdan живой narsa yaratib chiqaraman-da Photoshopda. Mana shu rasmni живой qilishim kerak bo'ladi. Mana shunaqa Photoshop, Illustratorda shuni ishlatyapman-da. Bemalol qilsangiz bo'ladi, okey? Faqat videoni menimcha skoroustini tezlashtirib qo'ysam ancha yaxshiroq bo'ladi.
O'xshaganmi aka? Shuni ko'rmadi lekin. Ha, yo'q. Aytmaysizmi aka? Vashim qo'shmanman. Esini chiqib ketibdi qo'shish. Ko'rindimi ekranim hozir? Kamera ochiqda. Mana bu video edi, aka. Mana bunaqa yasaganman-da. Mana bunaqangi personajdan mana bunaqa video. Noldan terib chiqibchi. Ha, to'g'ri. Mana shunaqangi narsalar. Buni hammasini hozir Photoshopda qilganmiz shunda. Protsessini Photoshop kursda. Полный full protsess ko'rsatma. Oxirida mana bunaqangi rasm chiqdi-da. Hozir buni hammasi shakllarda, shu pen toolda shunaqa narsalar chizilgan bu. Aka, полный вручную chizib chiqqanman buni. Mana shu rasmni ustiga chizib chiqqanman. Yo, zo'r lekin. Mana Bu menimcha osonroq bo'lsa kerak. illyustrator ishlatishni bilmasdim aka, men Photoshopda qilganman. Mana shuni ustiga biram terib chiqqanman. Ha, zo'r. Yo, zo'r chiqqan. Endi shu narsani siz video qilib qo'ygansiz-da shunda. Shu paytda prosta qilib ko'rganman. Qarang, bu 4 yil oldin aka. Ancha ko'p lekin. 4 yil oldin bu opit yig'ib yurgan paytlar yasab ko'rganman, lekin professionalni kirishmaganman bu yo'nalishga. Bitta yasab qo'yibman-da, ko'rasizmi? Boshqa qo'ymaganman. Ha, hozir shu video turibdimi shunday? Ha, bu video turibdi. Buni yurg'izmaganman-da, SDL deb kanal ochganman. Masalan, prosta professionalni kirishib yurtiriladigan bo'lsa, zo'r yuradigan yo'nalishda bu. Залипательный odam ko'rib o'tiradi-da. Shunda menimcha shu nimasini skorsni tezroq qilib qo'ysa, Ha. Skors tez qilinishi kerak. Men bu yerda prosta u paytlari hali unaqangi montaj ham yaxshi bilmayman, tushunmayman. 4 yil oldin o'zimizdan kelib chiqib nimadirlar yasab tashaverardik-da. Hech kim yo'q o'rgatadigan. shunaqa o'zida o'sha ondan YouTube tushunchasi ham yo'q. Samouchkamizda aka biz stos ko'rmagan. Shunaqa. Sabab shu akalar tanishganimdan xursandman. Iloji boricha shu anaqani kanallarni ochib qo'ysanglar. Xudo xolasa dal shu ishlab ketaveramiz. Endi bu darsgacha biz hozir YouTube kanal ochib qo'yishimiz kerak shunda. Da. Shu o'zimiz oddiy Gmail akkauntimizni prosta kirib YouTubedan kanal qilib ochib qo'ysak bo'ladi. Ha? Aha, xo'p. O'zbekistonda akkaunt yurg'izish uchun u обязательно shart emasda. Yaxshi IP dan och degani, tam amerikanskiy qilib och degani, prosta o'zingizni eski Gmailingiz bo'ladigan bo'lsa, shuni o'zidan kanal ochib olish kerak-da. Savolim bor mayli. Aha. Men hozir Turkiyadaman-ku, u regionini tanlasak qanaqadir o'zgarmaydimi? Yo'q, region YouTube o'zi optimizatsiyasi qanaqasiga ishlaydi? Birinchisi u lokalniy optimizatsiya bor, ya'ni lokalni siz qayerdan yaratyapsiz akkauntni. Masalan, siz Turkiyani internetini ishlatyapsizmi, u logistikiy понятно, то что turetskiy IP dan ochiladi. Birinchi lokalniy prosmotrlarni u YouTube anaqaga berish boshlaydi, turetskiy auditoriyagacha. Aha. Bu chunki yaralishi Turkiyada, birinchi rek Turkiyaga chiqishi mumkin-da. Shundan kelib chiqib, o'sha keyingi akkaunt yurib ketishi shundan aniq bo'ladi. Ya'ni birinchi auditoriyasi qaysi ko'ryapti, shu auditoriyaga o'sha ko'proq rekka chiqaraveradi-da. O'zbekistondan ochilgan akkaunt bo'lsa, siz lokalni uni Amerikadan yurg'izadigan bo'lsangiz, masalan, u 50 ga 50 bo'ladi. Amerikanskiy auditoriya ham ko'radi, o'zbekcha auditoriya ham ko'radi. Chunki optimizatsiyasi полный o'zbekcha bo'lib turibdi-yu. Endi siz Turkiyadan turib o'zbekcha akkaunt yuritaman desangiz, siz nima qilishingiz kerak bilasizmi? Videolarni o'tdan taxlaysiz, bu yerda bitta odam bo'lish kerak sizda. Videolarni unga jo'natib o'tirasiz, u bu yerda O'zbekistonning internetidan qo'yib o'tiradi-da.
Ha. Ana shunda o't lokalniy Tushunarli. o't O'zbekistonning o'zidan akkaunt qo'yilayotgan bo'ladi. O'zbek tili kontent. И исходя из этого логически O'zbekistonning o'ziga rekomendatsiya chiqaradi. Unda men unaqa odam topolmasam amerikanskiy ochganim qulay bo'lar ekanda, to'g'ri? Endi qarang endi aka, смотря siz qaysi yo'nalishda ketmoqchisiz и nima kontent qo'ymoqchisiz. Agar siz o'zingiz haqingizda tam личный brend uchun bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonga ishlataman deb, to O'zbekistonniki ochganingiz yaxshi. Ha. Endi bu savolni o'zingizga berib ko'raverasiz. Qanaqangi akkaunt talish yurg'izaman deb. Ertaga как раз aniq bo'ladi. Bitta liboy akkaunt ochib qo'yiladi, testovichi. Ash testoviy akkaunt ishlab ketaverasizlar, balkim yurib ketsa-yu qoldirasizlar hamda. Tushunarli, tushunarli. Salam shunaqa. Bo'ldi. So charchamaysizlar do'stlar. Yaxshi dam olinglar. Tuninglar xayrli o'tsin. Xo'p, katta rahmat. Keyingi darslar aytiladi, qachon bo'lishi? Ha, men o'zim chatda yozaveraman. Xo'p, Charchamanglar. xo'p.